Mana shunaqa ajoyib radio signalni elektr signalga o'zgartiruvchi qurilma yasadim. Bu qurilmaning antennasi va yerga ulash uchun yerlashtirgich elektrodi bor. Ushbu qurilmani yasash uchun sxemaga qarab eng kerakli elementlarni tanlab olamiz. Bizga qutbli kondensatorlar, stabilitronlar, svetodiod va qutbsiz kondensatorlar, maketli plata kerak bo'ladi. Bitta qarsak va qurilma tayyor. Qurilmani sxema asosida maketli plataga terib chiqdim. Ajoyib. Antenna uchun izolyatsiyalangan mis simdan foydalanamiz. Korpusini 3D printerdan chiqarish uchun Ikromjonga yuzaman. Va u chiroyli qilib yasab berdi. Hozir ishlatib ko'ramiz, natijasini ko'ramiz sizlar bilan. Antennasi qo'limdagi zazemleniya, yerga ulanadigan joyi. Antennadan radio signallarni qabul qilib turib, bu platamiz radio signalni elektr signalga aylantiryapti. Yerlashtirgich elektrodini yerga ulaymiz va qurilmadagi yorilib tarqatuvchi diodning yorqinligi ortadi. Albatta siz ham yasab ko'ring, sxemasi Telegram kanalida. Telegram kanali esa profilda.